So'nggi yillarda mamlakatimizda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashning mutlaqo yangi mexanizmlarini joriy etish, huquqbuzarliklarni sodir etishga sabab bo'layotgan ijtimoiy, maishiy muammolarni ijtimoiy profilaktika choralarini tizimli orqali hal etish hamda aholida shaxsiy xavfsizlik hissini shakllantirish borasida samarali chora-tadbirlar amalga oshirildi. Shu bilan birgalikda mahallalarda xavfsizlik muhitini yaratishning tashkiliy profilaktik asoslarini zamon talablariga moslashtirish, sodir etiladigan huquqbuzarliklarni asl omillarini o'z vaqtida aniqlash va kompleks chora-tadbirlar bilan manzilli bartaraf etish orqali jinoyatchilikning barvaqt oldini olish tizimining samaradorligini yanada oshirish dolzarb vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu asnoda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish tizimini samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida qaror imzolandi. Qaror bilan mas'ul idoralar va muassasalar uchun 2025-yilda har bir mahallada huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish ustuvor vazifa etib belgilandi.